biri-biridan sifatli pachkalaridan zo'rida izlayib turganlar bormi? Turishlariga qaranglar buni. Orqa keti zo'r, xudo xolasa sifatli yaxshi bo'g'ozlardan ko'rsatamiz. Xudo xolasa aka-ukalar, hammaga narxi sifati birdek yoqadiganlardan Shvedda originallaridan ko'rsatamiz. Xudo xolasa yosh ko'chatlaridan ko'pchiligiga yetmayapti. Imkon darajasi shunaqalardan qo'shib olib kelinyapti. 2 ta 3 ta qilib. Xudo xolasa aka-ukalar ulgurib qoldi. Bir donadan laykni bosing, poddashkada bo'ling. Sizlar uchun shunaqangi sifatli zo'rlardan ko'rsatishda davom etaman. Manzillarimiz Andijon viloyati Asaka tumani Arg'inga. Ko'pchilik tanigan, bilgan, videolarini kutgan Abror akamiz xudo xolasa fermasiga, Shved fermasiga yetib keldik. Inshaalloh aka-ukalar, yosh ko'chatlaridan, bo'g'ozlaridan birinchi qoringa bo'g'oz. Uzoq vaqt, bir 10 yil, 15 yilda uzog'ini ko'zlaydigan aka-uka opa-singillarimiz uchun xudo xolasa bugun kerakli, foydali, manfaatli video qilib berishga harakat qilamiz. Dastlabki O'zbekiston bo'ylab bor, kelishilgan holatda. Vodiy ichi besplatniy uylarga shu ko'rgan holatinglarda sog' salomat yetkazib beramiz. Inshaalloh aka-ukalar, hamma ma'lumotlarni beramiz. Video tuzmasdan oxirigacha ko'ring. Bir donadan laykni bosing, poddashkada bo'ling. Xudo xolasa shunaqangi zo'rlardan chiqarsak, xudo xolasa birinchilardan bo'lib sizlarga yetib boradi. Xo'p, hafta kuniga chorshanba 2026-yil xudo xolasa 11-mart kunida sizlar bilan birgalikda to'liq ma'lumotni Abror akani o'zidan olaman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Dostonbek, xush kelibsiz, yaxshimisiz? Kayfiyatlar yaxshimi? Charchamayapsizmi aka? El xizmati bilan. Xudo xolasa. Assalomu alaykum obunachilar. Doston.uz obunachilari, Instagramdagi obunachilar, YouTube'dagi obunachilar, bizni kuzatuvchilar, Shved ishqibozlari. Xudo xolasa Dostonbek talab va istaklarga ko'ra, qaydan mani topib keldim-da bugun ham. Zo'rlardan, Xudo xolasa bugungi 6 bosh bo'g'ozlar, mana nemis toza ko'chatlari xudo xolasa. U qarang, arqonga tushmagan, o'zini ichda g'alati his qilyapti. To'qol variantlaridan. Ikkovi ham bitta fermani olib bir xil parovda. Kallalar qarang. Dostonda kichkina narsa olsa ham toza narsa olsa, pul o'zi bilan ketadi. 15-20 kunlik farqi bor shekilli o'rtasida. Yo'q, bor, bir 2 oylik bor. 1,5 oylik, 2 oylik. Mana aka. Nima deyapti? Mana u 4 oylik bo'ldi kichkinasi. Mana o'sa 6 oylik. Unisi 6 oy. Toza, o'ta sutni yog'dirib yuboradigan anaqa fermani moli. Mana u nima deyapti Dostonbek, mana uni qarang. Rangini qarang. Pachkani qarang. Sementalda ham bormi bunaqa pachka? Mana obunachilar o'zlari aytsin. Taylarni qarang. Sifatlari zo'r. Stakan tuyog'idan izlaganlarga mana sizlarga tavsiyamiz. Turib qarang. O'sichi anosi. Ustidan oshib ketaman. Dostonbek, bu bitta legenda. Olibtasi. Buni ko'rsating nemisda, katta nemisda. Dostonbek mashinadan boshlardi yo'masam. Men metrimni olay. Doim esdan chiqib qoladi meni metrim. Metrim bilan qulay mashina kelyapti. Bilasizlar, xudo xolasa aka-ukalar sifatli liniyasi. Mollarimni, stakanlarini, tuyoqlarini, pachkalarini hammasini olaman. Quloqlarigacha ko'rish olsin. Gap yo'q. Dostonbek 7 oylik bo'g'oz. Men 6 oyga beraveraman. Bola o'zi teyyapti, tushib qolgan bolasi. Zo'r. Turuvdi qarang uka. Ko'chat, kuragi yo'q hech qasini. Yelini tashab qo'ygan qarang. O'ta go'zal. Libo joyiga ketadi. Qoraqalpog'istongacha ketaveradi. Gap yo'q. Surxondaryogacha. Birinchi qoringa og'izda kurayishi yo'q, bo'yini o'lchab beraman. Bo'yini mana xolis. Qo'qib ketmasa bo'ldi. Dostonbek 1.30 ga olishaversin. 1.30 ga. Orqa 1.30 37-38 ekan orqasi. 1.30 ga olishaveradi. 1.30 plus ekan, 1.32. 1.30 plus. Necha oylik bo'lgan? 7 oylik, 6 oyga olishaveradi. 6 oyga. Molni go'zali. Xullas bebahosi. Zo'r. Hozir ko'ziga ko'rinadi, pul sanayotganda mol, lekin bitta ikkita tuqqandan keyin bolasini o'zi 50 ga sotadi, xudo xolasa. Xudo xolasa, gap yo'q. Ha, kunlar o'tib hali puldali inflyatsiya bo'lgani hisobiga mana shu mollarda hali 100 milliondan ham olsa kerak, 1-2 yilda bo'lib ketishdi. Buni qarang, yuvosh, o'ta go'zal. Sasoylar ham uzun. Zo'r. Olgan odamning uyiga xudo xolasa barakali bo'lib borsin. Og'izda kurayishi yo'q, bo'yi 1.30 ga olishsin. 7 oylik bo'g'oz, 6 oyga olishsin. 6 oyga. Toza Shved German. Narxi 43 million so'm kami bor.
Mol kichkina ko'rinyaptimi, katta ko'rinyaptimi bilmadim, lekin mol kichkina molcha emas. Aha. 43 million emas, do'stlar, men hazillashyapman. Unaqa narxi yo'q. Olganimga qarab qo'yaman. Balki qimmat olganimda qimmatroq qo'yarmidim. Menga jo'rroq berdi. Bir yaqin jigarim. Dostonbek 38,5 million kami bor. 38,5 million. Ha. Xudo xolasa kelishadi. Libo qarang, 12 ta viloyatda 12 mingta bozoriga solishtirish olsin. Molni birinchi olib sifati, pul emas. Men ham bilaman, 100 tani olib kelib olib, hali qizil, qora, mongol mollarni olib kelib. Men baylab qo'yish. Zo'r mol sotay, rahmatini aytsin. Zo'r. Dostonbek 38,5 million so'm. Ozgina xayrini qilib beraman. Butun O'zbekiston bo'ylab xudo xolasa shopillarimiz tayyor turibdi startda. Vodiy bo'ylab dastavkamiz besplatniy. Vohalarga kelishilgan holda hali gapimni yana bir qator eslatib o'tib ketay. Akalar, ukalar, jigarlar, vodiydan tashqaridagi akalar, Hamkor bankdan 100% pulni tashab berasizlar. Keyin jo'nataman molni. To'g'ri kelsa olinglar. Men u yoqqa masalan mana tushuntiryapman. 5 million tashab, 2 million tashab olib kelganda beraman. Men unaqaga mol sota olmayman. Nimaga? Meni оборотimdagi narsa bu. Pulim zadershka bo'lib qoladi. Masalan, Surxondaryoga mol jo'natyapman yo Qashqadaryo, Xorazm yoki Buxoroga. Bitta o'zini jo'natmayman. 4 ta to'plab turib jo'nataman. Bir kun, bir yarim kun zadershkasi bo'lishi mumkin. Mana bugun xudo xolasa voqea ketadi mollar, bitta partiya. 4 ta mol jo'natyapman. Boring 25 milliondan bo'lganda 100 million bo'ladi. Meni оборотimdagi pul zadershka bo'lib qoladi. Bitta problema shunda. Men sizga ishonmaslikdan yoki boshqadan aytmayapman. Hamkor bankdan tashashsa foiz olmaydi birinchi o'rinda. Ishonarli bo'ladi. Balki men aldayotgandirman, aldab qo'yarman pulingizga yo boshqaga. Sizdan foiz olmaydi. Sen 30 million pul tashlasangiz 300 ming so'm cho'ntagingizga yana pul qoladi. Paynetdan tashlasangiz 3% ga 900 ming so'm pul oladi 30 millionga. Shuning uchun ko'ngilni to'q qilib, mana Dostonbek xolis odam, agar qanaqadir muammo bo'ladigan bo'lsa, haligi men bir yilda bir marta YouTube'ga mol olib chiqib sotadigan odam emasman. Xudoning bergan kuni Xudo xolasa harakatdamiz. Hamkor bankdan tashlaysizlar jo'nataman. Dostonbek 38,5 million so'm nemisimiz. 38,5 million. Ikkinchi molimiz Korobka. Dostonbek uzunligini qarang, buni maydan bitta olib bering. Obunachilaringizga maydan. Liniya ham zo'r. Bu molni qarang. Mana xolis, men o'zim molimni hozir ko'rsating desam, yana kommentariy yozishadi-yu. Yana qanaqa mol kerak Dostonbek? Qanaqa bo'lish kerak bu mol? Zo'r. Yuvoshliklari ham hamma yo'g'i joyida. Yellar tashab qo'ygan xudo xolasa. Dostonbek 3,5-4 oy atrofida gumon. Aha. Qo'l soldirganim yo'q. Ro'za kunda turibmiz mana. Mashmolga oldim, mashmolga sotaman. Xudo xolasa bo'g'ishsin deb beraman. Bu molimiz o'tgan safar videoda chiqqan mol. Eslasangiz, ikkinchi o'rinda chiqqan. Ha. Bitta akamizga baraka qildik. 1 million 600 ming so'm pul tashab berdi. Bor ekan shu uka dedi. Keyin ertasi kuni ko'p pulim yetmaydi ekan, 20 kunda qilib bersam bo'ladimi? Yo'q, men unaqa savdoga mol sotmayman to'g'risi. Men naqd olaman, naqd olib kelib sotaman. Men uchun hali variant boshqa foizga kirib qoladi, unaqaga men ish qilmayman. Ozgina olsa men naqdga sotay, naqd olib kelib naqdga sotsam shunda baraka. Dostonbek bo'yini o'lchaganimiz 132, 33, 34 chiqqan. 130 ga olishaveradi buni ham. Uzunliklarini qarang, turuvini. Ot nima, bu nima? Yo'q. Narxini 35 million 500 ming so'm qo'ydik. Bugun yaqin qilib aytaman, 35 million. Boring 34 million 800 ming so'm ozgina kamini qilib beraman. 34 million. Ha. Bu molimiz 34,5 millionga sotuvdim. Aha. Xudo xolasa kamini qilib beraman. Kami. Bunday qilay, 34 million kim so'rasa baraka. Baraka. Ha, 34 million kim so'rasa baraka. Akamizni 1 million 600 ming pulini tashab berdim. Aha. Ko'ryapsiz, siz obunachisiz, kommentariyaga yozib keting, katta harflar bilan qilsangiz, ishtob ishonarliroq bo'ladi. Men sizdan xafa emasman, boshqa emasman. Mol meniki, nasiyaga sotmadim. Sizdan xafa bo'lmang, men ham xafa bo'lmayman. Pulingizni tashab berdim omonatingizni. 34 million so'mga ketdi. Vodiy bo'ylab Liboy joyiga, vohaga yo'l kirasi kelishilgan holda где-то eng chekka joylarga 1,5 million boradi. Samarqand atroflariga 1 million 200, 1 million 100 shunaqa. Doston, men bu nima deyapti? Rangini qarang buni. Mana kular. Sifatlari yaxshi, uzunligi hamma yo'g'i go'zal holatda.
Turibdi qarang. Turibdi. Stokerlari zo'r. Bo'zak. Aha. Xudo xolasa pachkalarni ko'rsatdik-a video boshida. Ha. Uzunligi, sifati yaxshi holatda, xudo xolasa. Orqalari ham korobka. Dostonbek buni menga 2,5 oylik bo'g'oz deb berdi. Men hozir ko'rsataman. Ko'rinadimi aka? O'zi ochib turibdi, qarang. Yo'q, nima yo'q. Qilyapti mana. Bunaqa qilaylik-chi. Yo'q, novvos irg'igan nima u? Mana novvos irg'igani qo'yilgani. Ko'ryapmi endi? Yo'q, ko'rinmayapti. Qorong'ida olingan ekanda. O'ziga oladigan Dostonbek men tashlab beraman. Xudo xolasa 2,5 oylik bo'g'oz. Men tekshirtirganim buqaga qo'yilgan. Qiziqqan odamga mana shuni tashlab beraman videosini. tashlab beramiz. Ha, bu hozir kunduzligi uchun qorong'iroqda qo'yilgan ekan, shom atrofida. Aha. Ashini hisobiga mol umuman ko'rinmayapti. Dostonbek ayollar qarang. Nomer deng, u qarang. Kavshanishni qarang. Sifati zo'r, xudo xolasa. Mana kukalar kavshanib turibdi, xotirjam. Zo'r. Xo'p, aka, Bo'yin o'lchab beraman hozir. bular bo'zakchilar hammasi. Dostonbek bo'zak hammasi. Uzunligini qarang. Old oyog'i bilan orqa oyog'i, yer bilan qorin qismini qarang, qanaqa rasyaniyada turibdi. Pachkalari вообще go'zal. Senga ham keladi navbat, shashilmay tur. Ko'rsating Dostonbek. Necha aka? 127. 27. Ha, 125 ga olishaversin. 20. Ha, mol boru, buni bo'y emas, buni sifat hal qiladi. Yana o'sib Qoshlarida bor, qarang, ham. tumshug'ida qarang, qanaqa oqdi, Rossiyani kengligini, tumshug'ini. Zo'r. Nomer deng, toza sava 100 taligi. Aha. 2,5 oylik xudo xolasa, 2 oylik bo'g'oz deylik. 2,5 oy emas. Narxini eshiting. Yaqin qilib aytaman aka. 29,5 million ozgina xayri bor. 29,5 hamma xayri bor. Kelishadigan joyda xudo xolasa. Xudo xolasa Dostonbek sigir qilib olganda rahmatini aytadi molni. Aha. 4chini qaymoq bermasa mana shu mol boru. Hech yo'q 3 tani beradi-da. Gap yo'q. Zo'r. 3-molimiz bo'ldi. 3-molimiz. 4-siga. Dostonbek yaqinni so'raganlar, 7 oydan o'tgan. Kuni qolganlaridan xudo Ha, xolasa. kuni xudo xolasa tagi solgan. Mana bitta ko'rsating yelinini. Mana qarang. O'sha kallada yo'li yelin bor. Zo'r. Molimiz 7,5 oy, 8 oyda atrofi 7 oyga olishaversin. 7 oy. Ha. Molimiz unaqa bo'ydor emas. 120 ga olsin. 120 ga. Ha. Pachkasini ko'rsataylik. O'zi ko'rsatar ekan. Tagi Idishda ham. tagini qarang, yuvoshligi zo'r. Baquvvat mol. Kiyopeni to'sonma unaqa qilib. Ha, kukalar oq bular oq to'sh. Xudo xolasa. Sifati zo'r. Nomer deng Dostonbek, suti yetib boradi. Mana shu mollar birinchi qoringa yo'g'ida bir 8-9 litr beradi-da. Oldiga bitta bola tushib qolsa, 7 oylikka beramiz-a buni. 7 oylik, bola 8 oyda atrofida. Qorin qarang tushib qolgan, yelini ham solib qo'ygan mol. Zo'r. Narxi eng qiziq joyi narxida-da. Yoshini aytdim. Xudo xolasa bo'zak birinchi qorin. Bo'yi 120 ga olishin, uzun narsa, yapaloq narsa. Yeb ichishi men kafolat beraman. Kasal kusaliga ham men javob beraman. Yashurdan boshqa, yaxshi eshitib olsin, yashurdan boshqa Liboyga men javob beraman. Narxi Dostonbek 26,5 million ozgina xayri bor. 26 ya. 26,5 million. Mol joylarimiz ichida tanqisligi hisobiga mollar umuman zo'r ko'rinmayapti-da. Mana shuni oxirgi marta bitta pachkasini ko'rsataylik. Bu qarang orqani, kengligini qarang. Tayni ham qarang. Idishda ham o'zi xudo xolasa bir qozon qilib solib beradi xudo xolasa. O'ta xo'roq molimiz. No, 4-si bo'ldi. 26,5 million. 26,5. Kelishadigan joyi Xudo bor. xolasa. Ular kavshanib turishini qarang bular. Dostonbek nemis bo'zaklar. Opa singil. Sharoit bo'lsa bir joyga olishsin aka. Dostonbek bir joyga olsa haligi bittasini yo'l kirasini o'tib beraman-da. Baribir dastavka meni hisobimdan u.
Uyiga xudo xolasa borsa bir tomon dastavkasini o'tib beraman. Ikkovi ham toza, mana u toza nemis. Mana u Savayga nemisdan qochgan mana u. Bunisi? Ha. Bu toza nemis. Nemis sigir tuqqan mana uni. Pachkani qarang. Bu umuman tushmagan, qanaqa ekan? Oyoq qo'li ham uzun ekan. O'ta. Ikkalasini ham. 6 oylik dostonmi mana shu bezak. Yo'q, idishda ham. Turuvni qarang. Shaxlarni qarang. Tumshuq, quloqlarga bir e'tibor berib qo'ysin. Zo'r. Ha, liniyasi bor. Sut yo'nalishidagi nemis xunajin emas. Toza shved, originali. 6 oylik dedingizmi? 6 oy. 6 oy. Buni narxi yana shu ekan. Dostonbek oldi qochdi yo 21 million ozgina xayrni qilib beraman. 21 million. 21 ha. Kelishamiz, xudo xolasa. Biz doim kelishganmiz. Foyda qolsa tas bor baraka mol uniki, pul meniki. Gap. 4 oyligini ko'rsating endi. Savayga nemis dedingizmi buni? Ha, onasi Savay. Aha. Quloqlar qarang, nemisga tortmayaptimi? Zo'r. Tumshuqlar qarang mana. Yana bitta sirini ochaman. Shvedtaligi anaqadan ajratishdi. U tumshuqda Rossiyanasi keng. Birargilar sal anaqa qo'yib qo'ysa ham oq tumshuq hisoblaydi. Oq tumshuq emas u. Zo'r. Dostonbek bo'yi buni 1.15 ga olsin, buni 1.10 ga olsin. 1.10. Ha. 4 oylik bu. Bunga nech pul aytamiz? Ha, 7 ishchilari o'ta ikkovini ham bor, hali mini motorchik. Gap yo'q. Buni yaqin qilib aytaman aka. 17 million 800 kami bor. 1708 xarini qilib beraman. 17 million 800. Yana kelishamiz, xudo xolasa. Zo'r. Xudo xolasa Dostonbek molni zo'r. 17,5 million kami bor aka. 17,5. Ha. Olgan odam maza qilsa, kuzga olib borsa qochadi mana shular. Gap yo'q. Oktyabr, noyabrlar qochirib qo'ysa, xudo xolasa yanagi sigir olib qoladi. 50 millionlik mol bo'ladi xudo xolasa. Bugunga shular uka, xudo xolasa 6 bosh tozalari. Olganga sotganga Alloh barakasini bersin. Obunachilarimiz haligi kommentariy yozayotgan aka-ukalarim, opa-ukalarimga xudo xolasa eng kamida mana qilardi, bir qora 10 ta baqish nasib qilsin. Eng bo'lmadi deganda. Bo'lmasa 100 ta 100 ta baqishsin xudo xolasa. Xudoyim beraman, hech narsa emas. Avvalo niyatni yaxshi qilish kerak, Xudodan so'rash kerak. Haloldan so'rasa beraveradi xudoyim. Xudo. Bittadan like-ni bosib, kommentariyani gumillatib qo'ysa, xudo xolasa harakatdamiz har kuni chiqarishsak, xudo xolasa. Gap yo'q. Qo'limizdan kelgani narxini tushirib beramiz, jo'rroq qilib beramiz. Bilgan bilmaganimizni maslahat so'rashsa telefon qilib, mana ko'pchilik Yashurga so'rayapti, boshqaga so'rayapti. Necha oyda kunjara bersak bo'ladi, bo'g'ozga suda deyapti. Qo'limizdan kelgan maslahatni beryapmiz uka. Bugunga shular. Sizdan mehnatingizga rozi bo'ling. Olganga sotganga Alloh barakasini bersin.